hisobingiz restoranimiz nomidan to'landi. Ha, yo'q, kim to'ladi? Rahmat sizga. Men bu restoranning ish boshqaruvchisi bo'laman. Restoranimiz eshiklari doimo siz uchun ochiq. Xohlagan paytingiz kelib, dam olib ketishingiz mumkin. Bu meni vizitkam. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Bugun yoningizga bormoqchiman. 2 kishilik alohida joy qilib qo'ying. Bir maza qilib o'tiraylik. Yaxshi keldingizmi? Sizni ko'rganimdan xursandman. Chiroyli joy qilib qo'ydim. Yana bir kishi kelish kerak. Bizga 3-chi odam ortiqchalik qilmaydimi? Keldim. Tanishing, bu meni ayolim. Xo'jayinim aytgandilar, restoranimizga yangi xodim olganman deb. Demak, siz ekansizda. Sen kirib turgan onasi, men hozir kiraman. Har bir mijozga suyuqlik qiladigan xodim maskan restoraniga noloyiq. Sinovdan o'ta olmadingiz. Bo'shsiz.